Demak, DBBet akkauntimizga pul solishni ko'ramiz. Bu yerda hisob to'ldirish tugmasini bosamiz va DBBetni belgilaymiz. IDni kiritamiz va pul yuboradigan kartamizni kiritamiz. Demak, summa 10.000 kiritmoqchimiz. Tasdiqlaymiz va ko'rsatilgan kartaga 10.062 so'm bo'lgan pul mablag'ini yuborishimiz kerak. Ana, pulni ham yuborib bo'ldik. Endi botga qaytamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Demak, bot bizga 3% bonus bilan 10.363 so'm pul o'tkazganini ko'rsatyapti. Demak, buni kirib tekshirib olamiz, bo'ldi. Mana, aytilgan miqdor kelib tushgan.